Trading sizga hayotda bitta narsani o'rgatadi. Bu ham bo'lsa, erkak kishi har doim emotsiyalar orqali qaror qabul qilsa, qarori faqat u uchun minusga yurishini. Tradingda siz mehnat qilib pul topasiz. Tradingga kirishdan avval siz mehnat qilib pul topasiz. Topgan pulingizni yo'qotasiz. Oshna-og'ayningizdan, yaqinlaringizdan qarz olasiz, qarzga kirasiz. Hammasi nimaning orqasidan bo'lyapti? Siz Instagramdagi qanaqadir million dollar topdim yoki qanaqadir summa topdim degan odamlarni emotsional udariga uchrashingiz orqasidan kelib chiqyapti. Shu sababdan erkak kishi hayotda ham, bu ishda ham emotsiyalar orqali qaror qabul qila olmaydi. Qaror qabul qilgan taqdirda ham bu faqat minusga yuradi. Emotsiyalarni sindirish kerak. Bu uchun sizga bozorda o'rganayotgan odam bo'lsangiz, backtest yordam beradi. Undan tashqari kundalikka yozasiz, qaysi pozitsiyani emotsiya bilan ochgansiz, qaysi pozitsiyani emotsiya bilan katta lot ochgansiz. Shu narsalarni polnishti o'zingiz uchun tahlil qilasiz. Bu narsa kelajakda sizni emotsiyangizni o'zingiz yengishingizni ta'minlab beradi. Menimcha professionallik ham kundalikdan boshlansa kerak bu sohada.